Assalomu alaykum, yaxshilarim. Bugun sizlarga shaharning eng yaxshi joyidan chiroylicha uyimizni obzorini qilamiz. Men turgan jarayon xonadonimizning hol qismi bo'lyapti. Hol qismiga shunaqangi mehr berib yuborishgan. Demak, oyog'imizdagi gilamlar, TV zona, chiroyli lustralarimiz, noodatiy mягкий zona. Bu yerda asosiy eshigimiz, mana shu mebellari qilingan va mana bu yerdan ham ajoyib yechim topishgan. Oyog'imizga kiyamiz va manzilimizga qarab ketamiz. Dastlab jarayonimizni oshxonamizdan boshlaymiz. Juda ham chiroyli ta'mir. Mana bu uголовni juda ham chiroyli qilib joylashtirishibdi. Yonida kattalarimiz yotoqxonasi bo'lyapti. Bu yerda ham barcha jihozlar bilan jihozlantirilgan. Ochiq balkoni ham bor do'stlar. Isitish sistemasi hamma joyda teplый pol bo'lyapti. Demak, yo'lak bo'lib bolajonlarimiz yotoqxonasi bo'lyapti. Mana shu rangga ham e'tibor qaratib ketamiz. Va xonadonimizning kattagina, ya'ni 4 ga 6 mehmonxonasi bo'lyapti. Ancha-muncha mehmonlaringizni kuzatasiz bu mehmonxonada. Demak, sanuzelimizga qarab yuramiz do'stlar. Sanuzelimizga o'zlaringiz bitta qarab baho berasizlar. Demak, hurmatli kuzatuvchilarimiz, biz travmatologiya hududida edik. 10 qavatli novostroykaning zalotoy qavati 3-qavatda 3 xona to'liq va holi bilan 4 xonalik uyimizni obzorini ko'rdik. Narxi 96 ming AQSh dollari deb belgilanibdi. Yana savdosi bor.